Assalomu alaykum aziz obunachilar. Yana ekranlarda men Nuriddin Tohirjon. Sizlarga qisqa tilda gapirganimdek Nurik. Hozir biz O'zbekistonning ajib manzarasi bo'lgan O'rikzordamiz. O'rik. G'ora. Hali o'rik pishgan yo'q. Shuning uchun buni g'ora deyishadi. G'ora deymiz biz. Shaharlarda buni davutcha deyishadi. Kattaligi uncha harakati bo'lgani yo'q, lekin yetarli darajada. Buni oldida katta asfalt. Mana g'ora. Taxminan shuncha. Sizlarga tasavvurroq bo'lishi uchun mana shuncha. Hozir esa ta'mini bilib ko'rdim. Sho'rtaroq nordan tam beradi. Hozir aytib qo'ying. Videoni ko'rishdan avval obuna bo'ling va like tugmasini bosib qo'ying. Agar bu ishlarni qilgan bo'lsangiz, olg'a. Bu yerda ko'p o'riklar bitta odamniki emas, har xil bo'linib ketgan. Agar ko'rsangiz, o'nta o'rik soat tugagan. Balkim uni atrofida ham bordir. Menimcha, men ko'z nurim ko'rishcha tugagan. Mana bu yerda kimdir asalarilarni qaraydi shekilli. Sizlarga ham bu yerlarga kelishni tavsiya qilaman. Hozir bu yerda egalariga dam olish kuni, dam olish. Nimaga desangiz, hozir bahor. Bahorda dam olish, yozda esa bu yerda egalariga haqiqiy ajal. Nimaga ajal deganimning ma'nosi? O'riklar ko'pligini ko'rsatish mumkin. Mana shuncha o'rik. Juda ko'p o'rik. Ularga esa rahmim keladi. Bu yerda mening do'stimning ham bog'i bor. Uni akasi bilan kelganmiz. Bu yerda qisqacha bo'lsa ham sizlarga tafsilot bildirib qo'yay dedim. Yerlarda mama qaymoqlar. Ajoyib. Bu yer nima shovqinligi uchun uzr so'rayman. Bu yerga doim shunaqa. Haligi g'oradan boshqacharog'ini yedim. Buni nomini bilmayman to'g'risi. Sizga ko'rsatmoqchi bo'lganlarim shu edi. Hozir biz ketyapmiz. Uyga Samsa xonaga kelgan edik. Yana keyingi videolarimda ko'rishguncha, xayr.